Hammaga salom do'stlar, bu men Viktorman va bu videoda biz Minecraft o'ynaymiz. Legendarniy Minecraft. Anchadan beri video olmadim. Bir haftam, 2 haftam yoki men adashyapmanmi? Srazu like bosinglar, YouTube kanalimga obuna bo'linglar mana shu videoni pastda va bugun yangi uy sotib oldim. Shu Minecraftda va bu million olmos, bu oddiy uy emas. Bu super qanaqandir mexanizm, avtomatik mexanizm va men o'sha tomonga chopyapman va qarang qanaqa chiroyli qilingan. Mana shu uy bu menga juda qimmatga tushdi va ko'ramiz. Va bu yerda eshik bor. Men o'qidim, bu yerda juda katta mexanizmlar bor. Bu yerda prosta aqlga sig'maydigan darajada ko'p mexanizm bor. Va bu mana ID karta. Buni biz bosamiz va ko'ramiz. Biroz juda uzoq ochilgan. Lekin va shu 3ga 5 blok ochildi. Oxirgacha bo'ladi. Va juda zo'r ochildi. 3ga 5 mana shu darvoza bor ekan. Hozir shunday bosamanda qochaman. Yopiladimi? Ha, yopiladi. Yopil. Buzildi-yu mexanizm. Buzilmabdi. Mana bu juda tez yopilar ochilishdan va bu yerda ana shu uyda katta mana shu kartasi bor ekan, xarita va bu yerda mana shu kommentariyaga yozinglar, bu yerda nima deb yozilgan. Men ingliz tili bo'yicha uncha yaxshi emasman va bu yerda vertolyot bor. Qanaqandir bilmayman nima. Va mana shu uyning o'zi. Va negadir menda juda qattiq qotyapti. 10 fps. Kapets. Vashshi qotyapti-ku. Tak. Guards qanaqandir golemlarni spawn qilar ekan. Golemni spawn qildi. Bu golem 1. Bilmayman nima. Va bu yerda mayaklar bor ekan. Bu yerda mana shuni yashil qila olamiz. Buni qanaqa rang? Mana shunaqa rang. Buni biz mana shu sabz rang qila olamiz. Buni biz qizil qila olamiz. Mana bunday chiroyli. Negadir vashshi qotyapti. Bu uyga kirdim. Juda qotyapti. Men Vardin ovozi eshityapman. Tak do'stlar, men kreativga o'tdim. Mana shu obzor qilish osonroq bo'lishi uchun hozir men kreativdaman. Hozir biz o'tamiz, chunki mana shu yomg'ir yog'di. Men yomg'ir to'xtatdim. Bu yerda skelet yonyapti va bu yerda place and press about at coordinate. Qanaqandir -50, 49, 101 koordinatada qanaqandir knopka bor ekan. Lekin men uni ko'rmayapman. Lavani ostidaman. Bilmayman qanday o'tsa bo'ladi. Men prosta mana shunday o'taman. O'tdim. Yana o'tamiz. Men o'ylamanglar, men cheaterman, qanaqandir zo'r mana shu
chiqdi, hech nimani topmadim. Men prosta obzor qilmoqchiman. Bo'lmasa men bu videoni nega olyapman? Obzor qilish uchun bilmasdan bosdim qanaqandir knopkalarga. Bu knopka nima qiladi? Qanaqandir vardinlarni eshityapman. Bu yerda mana input mana shu yoqish kerak ekan. Mana bo'ldi. Endi hamma mexanizmlar yondi va bu yerda main entrance mana shu darvozani ocha ekan. Mana shu kirgan darvozaga o'xshab ochigan. Yo'q. Juda. Mana bu 3 ga 3 darvoza ekan. Bu prosta ochilar ekan. Biz kirgan darvozaga o'xshaydi. Va bu yerda yana nima bor? Mana shu joy merga kirdim va menda juda qattiq qotyapti-da. Yana darvozani ochdik. Obunachilar, sizlar ham eshityapsizlarmi? Qanaqandir vardinni ovozi kelyapti. Va bu nima? Reward and lava pit. Bu prosta ko'prikni ocha ekan. Qani tez ko'rish kerak. Tez. Yo'q, qarang, ochildi. Yo-mayo. Men bu juda tez ochilar ekan-ku, ha? Qarang, prosta 1 sekundda yoyilib bo'ldi. Endi hozir yopamiz. Bosdim. Yo'q, qaranglar. Cho'ta buzildi-yo mexanizm. Negadir yopilmadi. Tak, stop. Boshqatdan. Bosamiz. Mana. Ochildi. Oxirigacha ko'ramiz va yana pastdagi lavalar ham yopilar ekan. O'ylab topilgan. Agar kimdir tushib ketsa, yonmaydi. Tak. Yana bosamiz. Va mana qarang, qanaqa chiroyli. Qarang, qanaqa chiroyli yopildi va pastda lavalar bo'ldi va prosta chista zo'rda. Menda gap yo'q-da, lekin vashshi qotyapti-da mana shu yerda. Menda 9.9 FPS. Bilmayman. Va bu nima? Iron bars. Mana shu eshiklarni yopar. Qaranglar. Qanday aytishadi texnologiya. O'ylab topilgan qanaqandir zombidanmi ana shu himoyalanish uchun. Qanday aytishadi texnologiya. Hozir biz chiqamiz. Mana shu yana knopkani bossak va mana shu reshotka. Qarang, qanaqa qotyapti. Bilmayman nega qotyapti. Va yana nima bor? Shuncha narsa bor. Voy o'lar, shuncha narsa odam nima qiladi? Bu nima qiladi? Yo-mayo. Cho'ta bu blok chiqmay qoldi.
Davay mana shu uyda obzor qilamiz. Bu yer men prosta aylanmasdan shuda qildim. Bu yer men tushunaman. Bu yer oshqozon, oshxona va bu yerda nima? Bu yer qanaqandir mehmonxona. Bu yer esa lift. Ikkinchi etajga lift. Yerda zombi. Mana men sразу men mana shu skeletdan himoyalanmoqchiman. Shunday knopkani bosaman va u skelet menga hayotda o'tolmaydi. Voy. Narga tak, ikkinchi etajga chiqamiz. Wow. Yo, do'stlar, bu yerda xarita bor ekan. O'zbekiston bormi bu yerda? Voh, qarang, bu yerda O'zbekiston bor ekan. Ko'ryapsizlarmi? Ha, sizlarga ko'rsataman. Mana. Voh, qarang qanaqa zo'r. Chista mana shu. Kim yaratgan bu yerda? Kanada, Amerika. Voshye. Zo'r. Bu yerda rasmlar va bu yerda ham yopiq. Mana shu odam juda zo'r quribdi. Mana shu kim mana shu kartani yaratib yana qo'ygan bo'lsa, bu o'sha молодец ekanda. Chista mexanika. Tak, men ikkinchi etajga chiqibman. Ne bo'lmasa lift nimaga kerak? Tak, liftga chiqib ko'ramiz. Wow. Ko'rdingizlarmi? Qanaqa tez bo'ldi. Zo'r-ku. Bu yerda qanaqandir balkon. Bu yer prosta aylana xonalar. Va mana bo'ldi. Tak, do'stlar, bugungi videoni tugatsak ham bo'ladi. Mana shu ikkinchi qismni men keyingi kun agar ko'p like bossanglar mana shu uyda obzor qilishga ko'ramiz va u yerdagi podvalda nima bor va spectatorga urib mana shu uyda tagida qanaqa mexanizmlar borligini ko'ramiz. Va sразу like bosinglar. YouTube kanalimga obuna bo'linglar. Victor Slayer va xayr. Agar ko'p like yig'sanglar ikkinchi qism ham chiqadi. Davay bitta like bosinglar, sразу ikkinchi qism chiqadi. Xayr.